Dohua. Ko'pchilik manbalarda, Telegram kanallarda va boshqa Instagram, YouTube tarmoqlarida keng tarqalayotgan ushbu so'z biroz e'tiborimizni tortib bormoqda. Keling do'stlar, bugungi videorolikda Dohua nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum. Banana TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikda Dohua nima degan savolga javob topamiz. Ko'pchilik Yaponiya animelari haqida eshitgan, ko'rgan va bu haqida ma'lumotga ega. Va mana shu janr Xitoy tilida Dohua deb ataladi, ya'ni animatsion film. Dohua deganda ko'pchilik Xitoyning 3D animelarini ko'z oldiga keltiradi. Ammo Dohua yo'nalishida faqatgina 3D animelar emas, bu yo'nalishda 2D animelar ham kirib ketadi. Yoshligimizda ko'rgan Ukun filmi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Demak, Dohua so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu Xitoy tilida Dohua so'zidan olingan bo'lib, harakatlanuvchi animatsiya yoki animatsiya degan ma'nolarni anglatadi. So'nggi paytlarda Dohuaga bo'lgan odamlarning qiziqishi keng ommabop tusga aylanib olmoqda. Ayniqsa bu 3D animatsion filmlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Buning asl sababi esa Dohualarda asosan anime yo'nalishidan zerikkanlar yuribdi. Ya'ni undagi voqealar rivojining o'zgarishi va oldindan bila olmaydigan ssenariydir. Hozirda reytingi baland va Banana TV ilovasida chiqayotgan eng yaxshi donxualarni sizlarga tavsiya qilaman. Birinchisi Osmondagi janglar. Osmondagi janglar o'zini sifatli 3D grafikasi bilan boshqa donxualardan farq qilib turadi va donxua syujeti ham juda yaxshi tuzilgan. Osmondagi janglar shuningdek Xitoyning eng mashhur donxualaridan biridir. Keyingisi Renegade Olmas o'zini shaxsiy kultivatsiya tizimi bilan boshqa donxualardan juda ham ajralib turadi. Donxua syujetiga keladigan bo'lsak, u ko'proq katta auditoriya uchun mo'ljallangan murakkab va og'ir syujetga ega. Va yana Renegade Olmas donxuasini bosh qahramoni Wang Lin anti-qahramon bo'lganligi uchun bu donxuani yanada qiziqroq qiladi. Keyingisi Jet sulolasi donxuasi. Jet sulolasi an'anaviy Xitoy mifologiyasi bilan boshqa donxualardan ajralib turadi. Ya'ni hikoya taoizm, buddizm, xalq afsonalariga asoslangan. Ro'yxatimizning keyingi o'rnida Taxt muhri donxuasi. Taxt muhri asosan boshqa donxualardan o'zini chiroyli grafikasi bilan ajralib turadi. Taxt muhri donxuasini syujetiga keladigan bo'lsak, sevgi, do'stlik va qahramona fidoyilik mavzulari ko'tariladi. Keyingisi Ruhlar zamini, ya'ni Soul Land donxuasi. Ruhlar zamini donxuasi juda ham yaxshi grafikaga ega va syujetda asosan qahramonlarning ichki va tashqi kurashlari, qahramonlarning shaxsiy rivojlanishi va shunga o'xshash ko'plab masalalar syujetni egallaydi. Yuqorida aytgan donxualar ham shunchaki katta madaniyatning bir qismidir. Zero ulardan-da yaxshi va qiziqroq donxualar borligi 100% aniq. Donxualarga oddiy multfilm sifatida qarash noto'g'ri, sababi donxualarning aksariyati katta auditoriya uchun mo'ljallangan. To'g'ri, yosh bolalar uchun donxualar juda ham ko'p, lekin aksariyat donxualar yosh kattalar uchun chiqariladi. Demak, Dohua yo'nalishining kelajakda ahamiyati yoki uning rivojlanishi qanday bo'lishi mumkin? Demak, bu yo'nalishda ham auditoriya qamrovi juda keng bo'lib borishi aniq. Dohua yo'nalishidagi ko'pchilikning qamrovini sezgan Banana TV ijodkorlari ham oldindan birinchilardan bo'lib ushbu yo'nalishga qo'l solishga harakat qildi va hozirda Banana TV ilovasida Osmondagi janglar, Renegade Olmas, Jet sulolasi, Sianvudagi afsona, Mukammal dunyo, Taxt muhri, Ma'budlar qotili singari ko'plab dohualar namoyish etib borilmoqda. Bugungi kichkina videorolikimiz aynan shulardan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni va komment yozishni unutmang. Xato va kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bu bizni YouTube'ga qilgan birinchi videoyimiz edi. Agar yangi bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Banana TV ilovasini yuklab olishni unutmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha bizdan uzoqlashmang.